Men o'ylaymanki, mana hozirgi kunda xiyonat qilayotganlar nafaqat erkaklar, balki ayollar tomonidan ham qadam qo'yilyapti. Bu ayollar tomonidan qadam qo'yilganda, ya'ni turmushi yo'q, turmush o'rtog'i, ya'ni eri yo'q ayollar ko'proq erkaklar bilan, ya'ni o'ziga munosabat qilish uchun erkak tanlaganda ko'proq oilasi bor erkaklar bilan munosabat qilishga shoshilishyapti. Lekin men har doim bunda aytamanki, bir oilani, ya'ni bir uyni ustiga ikkinchi uyni qurib bo'lmaydi. Bir oilani baxtsiz qilib, ikkinchi oila, ya'ni baxt yarata olmaydi. U yerdagi farzandlar, u yerdagi u insonni ayoli, ya'ni hayot yolg'ondan boshlangandan keyin, hayot yaxshi niyat bilan boshlanmasdan, kimnidir baxtsiz qilishdan boshlangandan keyin bu kim kafolat beradi? Birinchi ayolini xo'rlab tashlab ketgan erkak, ya'ni ikkita, uchta farzandini chirqiratib, ya'ni uni ko'z yoshi bilan tashlab boshqa ayolga yolg'on bilan nikohlab yashayotgan erkak kim kafolat beradiki, ikkinchi ayolni bu holatga olib kelmasligiga. Shunday holatlar bo'ladiki, siz aldaysiz, siz boshqa insonni aldaysiz, boshqa insonga, do'stingizga, ayolingizga, turmush o'rtog'ingizga, eringizga yoki farzandlaringizga xiyonat qilasiz va siz buni to'g'ri deb bilasiz. Hech kim, siz kuchlisiz, chunki siz qila olasiz. Ularni sizga kuchi yo'q qandaydir bir hukm o'tkazishga yoki sizni jazolashga, sizni orqaga qaytarishga kuchi yetmasligi mumkin. Lekin bu narsa qanaqadir vaqtlar o'tib, o'zingizni holatingizda, o'zingizni hayotingizda salbiy holatda namoyon bo'ladi. Lekin bizni eng katta xatoyimiz ham shundaki, biz o'zimizni hayotimizga salbiy holatlar kirib kelganda, nima uchun men bilan shunday bo'ldi? Nima uchun aynan men bilan hayotimda yoki ishimda omadim orqaga ketdi? Yoki nima uchun meni yonimdagi insonlar meni aldashni boshlashdi? Nimaga menga xiyonat qilishni boshlashdi degan savolni bermasdan biz ular bilan kurashishni boshlaymiz. Shu sizdagi muammo yechim bo'lishi uchun bu qilayotgan xatolaringizni to'g'irlaganingizda muammo yechim bo'ladi.